Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotim foydali bo'ladigan umiddaman. Sababi, demak, juda ko'pchilikni qiziqtirayotgan mavzulardan bittasi, ya'ni yallig'lanishlarga qarshi eng yaxshi tabiiy mahsulot nima? Bu qora sedana yog'i, albatta ilmiy isbotlangan. Sababi u immunitetni yaxshilaydi, yallig'lanishlarga, qizarishlarga, shishlarga juda yaxshi, yuqori darajada sifatli ta'sir qiladi va boshqa mahsulotlarga nisbatan 60% gacha effektivligi yuqori hisoblanadi. Bu albatta ilmiy isbotlangan. Bolalarga berish tartibi 1 yoshdan boshlab 1-2 tomchidan ozgina asal yoki bo'lmasa o'sha qatiqqa aralashtirib berish tavsiya qilinadi. 3 yoshdan boshlab 1 choy qoshiqni 4 dan 1 tavsiya qilinadi. U ovqatdan keyin albatta iliq suv yoki o'sha aytgandek asal yoki qatiq bilan 6 yoshdan boshlab yarim choy qoshiqdan ovqatdan keyin berib tursangiz, siz bolangiz uchun qilgan eng yaxshi tabiiy immunitetni ham ko'taruvchi, yallig'lanishga qarshi ta'sir qiluvchi va viruslarga tananing kurashishini oshiruvchi muolaja qilgan bo'lasiz. Rahmat hammaga.